بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك بولسن أي خوهرلا وأي نغلا وأي أكلا وأي وكلا لاقا ومنيا هما بزقا مبارك بولسن عيدك الله سبحانه وتعالى بزقا مشروع قلقان وبزقا عيد قلقان بريلقا برتا عيد قربان وبرتا عيد فطر وحرابتك برعيد عيد جمعة فإن غلا وأكل وأكل بزقاف رابز عيد مبارك عيد بعد أدب الأردن عيد فطر أدب الأردن قاف رابز أول أدب شكر وسنة شكر وقتك ما هي شوال ده آي كورل ده تكبير شروع بالعادة تكبير ده صيغة الشكر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد يركاي خاتن نمازlarını kinden وكوچلغا وإشقلي برسا ويري برسا وكيتات takbirde aytadi ta qachongacha ta imom kelib namoz aytdi takbir qildi xolos so'ra imom namoz aytga kirdi Allohu akbar dedi imom shu qildi ham daranib bo'ladi takbir vaqti xolos bo'ladi lekin har kim tanho takbir aytadi ammo guruh bo'lib jamoa qilib aytmaydi har kim o'z oliga o'zi takbir aytaveradi famundan narinog'ida az jumla adablardan namoz aytga bormay to'xtab suvga tushmoq va yana sof sutra bo'lmoq va sora behtarin ko'ylak oldiga bor yaxshi ko'ylak oldiga bor xo'btarin tozatarin ko'ylagi bo'lsa o'shani kiyadi va sora undan nari atir urib va misvok bo'lsa misvok olib va yana so'ra ana bu ham sunnat xurmo yemoq namoz aytga bormay to'xtab 3ta xurmo 7ta xurmo yemoq qabla namoz aytga shuru qilmay bormay to'xtab xurmo yemoq erkakka ham va xotinga ham va qizga ham hammalari xurmo yeb jo'naydilar so'ra bular vaqtiki namoz aytga ketaversalar va piyoda yurib bormoq bu ham nimada sunnat lekin agar dur bo'lsa motorga borsinlar lekin so'ra motorga tay masjiddan uzoqroq to'tasinlar va so'ra piyoda yurib borsinlar toki so'ra bu sunnatni isobat qilsinlar va yo'lga ketaverdilar takbir aytadilar va yana so'ra bilan takbir aytadilar va agar masjidga bordi va agar namoz masjid bo'lsa 2 rakat tahiyatul masjid o'qiydilar lekin agar masjid bo'lmasa maydonli bo'lsa ana o'ra so'ra namoz o'qimaydi o'ltiradi xo'minogalam bundan nari takbirda aytib o'ltiradilar va zikr qiladilar va to imom kelib nimani namoz shuru qiladi undan xutbalarni aytadi imom fa ana bu ba'zi adablar va ba'zi mashru' az adabhoy Eid siyosathoyki ularda uzr shar'ilari bor misl hayzlari bor va yoinki yana bir xotin bala tuqqan bularga ham payg'ambarimiz nima qilgandilar ijozat bergan ki namoz aytga kelsinlar lekin masjidlardan tashqariga xayma uradilar shupillar o'sha xaymalar ichiga shu uzrdor xotinlar o'sha yerga borib joy bo'ladilar o'ltiradilar namoz o'qimaydilar nima qiladilar tasbih aytadilar tahlil aytadilar Allohu akbar la ilaha illalloh Allohu akbar va lillahil hamd buni aytadilar va o'zlari bilan varda ishlaydilar va tafxush bo'ladilar va dohil bo'ladilar ammo namoz o'qimaydilar namoz o'qimoq bu qarorlariga durust emas gunohkor bo'ladilar ana bu ba'zi adablar adabhoy Eid ki shuni nima qilmoq zinda qilmoq ro'za Eidga va yana bir yo'ldan bording kelaversang boshqa yo'ldan kelgin va inoqalaringni har qaysini ko'rasan har musulmonni ko'rasan salom bermoq va tafxushlik qilmoq va qavmi xishti ko'rganga bormoq ko'rgani qavmi xishti bormoq va Eid muboraklik qilmoq xususan abang bo'lsa va tag'ang bo'lsa va xolang bo'lsa va yengay emas yengga mahram bo'lmaydi erkakka xola bo'lsa amma bo'lsa va yoki xuvaring bo'lsa va bularni nima qilasiz hammalarini o'ziga ko'rgani bormoqlik yaxshi va behtar ki birovlarning ichiga
tafxushli va farxandali dohil bo'ladi. وهذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.